Farg'ona viloyatida tabiiy hamda texnogen tusdagi yong'inlardan muhofaza qilish maqsadida korxona hamda tashkilotlarda o'tkazilayotgan o'quv mashg'ulotlari tizim vakillari hamda fuqarolarning tilsiz yov keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ofatlardan ogoh bo'lish borasidagi bilim va ko'nikmalarni oshirishga xizmat qilmoqda. Navbatdagi profilaktik tadbirlar Navro'z bayrami tantanalari o'tkaziladigan, aholi ko'p to'planadigan joylarda tashkil etildi. Maxsus taktik o'quv mashqi bir necha bosqichdan iborat bo'ldi. Mashg'ulotlarga xizmatlarning kuch va vositalar jalb qilinib, dastlab ularning tayyorgarlik darajasi ko'zdan kechirildi. Yong'inni bartaraf etish, shartli halokat vaqtida jabrlangan insonlarni qutqarish, ularga birinchi tibbiy yordam berish jarayonlari qisqa vaqt ichida bajarildi. Asosiy e'tibor aholi ko'p to'planadigan maskanlarda xavfsizlikni ta'minlashga qaratildi. Zilzila hamda boshqa favqulodda vaziyatlarda ishchi xizmatchilarning to'g'ri va tezkor harakat qilishlari, evakuatsiya yo'llarining ochiqligi, birlamchi o't o'chirish vositalarining mavjudligi va talabga javob berishi nazoratdan o'tkazildi. Muloqotlarda aholi gavjum joylarda yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish zaruriy talab ekanligi tushuntirildi. Mashg'ulotlar yakunida yo'l qo'yilgan kamchiliklar bartaraf etilib, maxsus ko'rsatmalar berildi.